İkinci bab Jahon kezdi süpürge. 50 yoshlardan alqagan. Saqalliq bu kishi o'z yurtida Jahon kezdi süpürge degan nom bilan mashhur. Süpürge kichigidanla xiyolchan edi. Bosh bahorda eriq bo'ylarida paydo bo'ladigan yumron maysalar, oq va holrang tovlanib turadigan chechaklar uni kuchli hayajonga solatdi. Yupurmoqlari amdilatin tangi bo'layotgan tallarning shexiga qo'nib, sayrishayotgan bahor qushlarga qarab, u soatlab o'ltirib ketadi. Bu qushlar zimiston qish kunlari nalarga yo'qolib ketadi. Bahor kunlari bu yerni qandoq tepib kelalaydi? Yulduzlar kunduzi qayerga mukinib oladi? Eriqdagi suvlar qandoq kuchning ta'siri bilan oqidi? O'rkirayotgan bo'ron, guldurlab chaqqan chaqmoqlar nemining g'azabi? Odam nima uchun o'lib ketadi? Bu dunyoning egisi zodi kim? Yana shundoq nurg'un chegish savollar uning xiyol dunyosida agib yuratdi. Sehrlik oydin kechilar, yurtini, qarindoshlarini tashlab, o'z oshiqini agishib ketib borgan qiz. Joynamozda o'ltirib, bolalarining baxtini tilab, yig'lab duo o'qiyotgan ona. Saharda anglangan mungluq nay ovozi süpürgining balaliq qalbiga hasratlik hissiyotlarni beg'ishlaydi. Süpürgining oilasi turadigan mahallaning ko'chasidan arlab o'tib qoladigan bir kishi süpürgini to'limi qiziqtiradi. Uni odamlar to'xta oshiq deb atashadi. Nimalarnidir deb g'udungshib, yo'lning qiziq to'pisini to'zitib, yalang oyoq chiqib kelayotgan to'xtini ko'rishi bilanla ushshoq bolalar "Ana, to'xta oshiq kelyotidi" deb taraf-tarafga qechishadi. Kishilarning aytishicha, to'xti namrat bir oilaning o'g'li ekan. U yigit bo'lib bitilganda bir boyning qiziga oshiq bo'lib qopti. Boy qizini boshqa biriga yotliq qilib o'tibdi. Shuningdan beri to'xti o'ylanmay mushundoq bir umr sarsonlikda o'tayotgan emish. To'xti oshiq doim yaratgan egamning nazarida boy nima, gadoy nima, odam nima, cho'mili nima? Hammasi o'xshash. Xudo hammani yaratdi, yo'qitdi. Olamda faqat oshiqlikla o'lmaydi, deydi. Süpürge oshiqlik degan nima? Nimishqa u kishilarni o'tlarga, suvlarga salalaydi? deb hayron bo'ladi. Bir kuni to'xta oshiq o'zining qochmay yo'lning o'ttirsida turib qolgan süpürgining beshini silab, g'alati yijib, "Kimning bolasisan? Ha, senmi cho'ng bo'lasan? Isit, men nimishqa sanchilik vaqtimda o'lib ketmagan bo'lg'aydim" dedi. To'xta oshiq o'tib ketishi bilanla yana bir aylan süpürgini chaqirib qoldi. Süpürge beshini ko'tarib yo'lning chetida turgan yo'g'on sallilik kishini ko'rdi. Bu mahallaning imomi edi. "To'xta oshiq, sana hozir nima dedi?" deb so'radi imom. "Men nimishqa sanchilik vaqtimda o'lib ketmagan bo'lg'aydim" dedi, deb javob berdi süpürge. "O'limdan qo'rqmaydigan imonsiz" deb tilg'inicha yo'lga mangdi imom. İmam əmdili doqmuşdan əgib turşiga yo'l ustida yana to'xta oshiq paydo bo'ldi. "Hay bola" deb chaqirdi u süpürgini. "İmam sana hozir nima dedi?" "To'xta oshiq sana hozir nima dedi" deb so'radi. "Sen nima deding?" "Men sen menga degan gaplarni dedim." "İmam nima dedi?" "İmam o'limdan qo'rqmaydigan imonsiz" dedi. Bu gapni anglab to'xta oshiq shunda qaqoqlab kuldiki, Öylərinin yağaçlarına qonup olturgan kaptarlar ürküp görrüde o'rnidan qo'zg'ilib ketishdi. "İmanni o'lchaydigan taroza egisining qo'lida", dedi to'xta oshiq. "O'lim Allohning iltifoti. Bu dunyoda jafo chekayotganlar o'limni seg'inadi. Gunoh qilib atganlar o'limdan qo'rqidi." Süpürgining otasi shahardagi holliq savdogarlarning biri edi. Uning 3 qizi bo'lib, süpürgi bo'lsa umrining oxirida ko'rgan o'g'il farzandi edi. Shunga u o'g'liga yomon ko'zlardan yiroq qilish uchun tomtoqli qilib Süpürge deb ism qo'ygan edi. Otining nazarida Süpürge har doim bosug'iga tashlab qo'yiladigan oddiy narsa bo'lsa-mu, u kishilarga har kuni lozim bo'lib turadigan, odamlarni paskanachilikdan xoli qiladigan ulug' narsa edi. Süpürgening otasi uni shahardagi dangliq madrasalarning biriga o'qishga berdi. Süpürgening bir necha tangtushlari 10 necha yoshida Qur'onni tamomlab,
keyingi chog'larda ularning har biri shahardagi cho'ng masjidlarning imomlaridan bo'lishdi. Ammo supurga har qancha tirishchanlik ko'rsatibmi, haftiyakdan Qur'onga o'talmadi. Vang cho'ngga to'lgan madrasada uning kallasi hech nimani qabul qilolmaydi. Qarang'u zay hujurlarda oldiga haftiyakni ichib qo'yib o'ltirganicha uning xiyoli odamlar bilan guruldab turgan qaynoq bozorlarda, dehqon naqshi aytib sapan haydayotgan kang etizlarda, qushlar sayrishib turgan dalalarda bo'ladi. U quyosh nuri bilan tavlanib turgan ochiqchilikni, kaptarlar parvoz qilishib turgan ko'p-ko'k osmonni, cheksiz dalalarni kesib o'tib, har tarafga qarab so'zilib ketgan chig'ir yo'llarni, daraxtzorliqlarga to'kilgan muzdak va nam yupurmoqlarni seg'inatdi. Ba'zida u madrasadan qochib chiqib, shaharning chetidagi do'nglikka chiqib o'ltirib, yiroqda ko'mishdek yaltirab eqiyotgan suvlarga, har tarafga so'zilgan yo'llarga qaraydi va mushu yo'llar bilan to'xtamay mengiyversa, qayerlarga berib qoladigandir deb hayron bo'ladi. Supurga dars oladigan madrasada chiroylari sarg'ayib, mukchaygan, umrini shu zay qorong'u hujurlarda bangvosh bolalarning qalbiga imonning nurini yiqish bilan hapilishib o'tkazgan bir mo'ysipit bor edi. U ba'zida supurgining beshini silab, "Qara, sening ko'zlaringdan boshqacha bir nur chaqnab turadi. O'zing bu yerda bo'lsangmi, ko'ngling har yerda. Xudo sening dilingga balkim boshqa bir narsaning muhabbatini solgandir. Va yoki kelgusida sening beshingga tushmoqchi bo'lib turgan ajoyib qismatlar bordir. Bilguchi Xudo", deydi. Supurga bu kishini yaxshi ko'radi. U qo'pol va takabbur, mutaassibligi bilan kishini bizar qiladigan boshqa mudarrislarga o'xshamaydi. "Taqsir, jahondagi ashu yo'llar bilan mengiyversa, qayerga berib to'xtaydi?" deb so'raydi supurga heliqi ustozidan. "Harg'an yeringga berib to'xtaysan, o'g'lim", deb javob beradi u. "Agarchanda harmay mengiyversa-chu, harmaslik faqat Allohga xos mo'jiza. Biz bandimiz, hammamiz harimiz. Agar yaratgan egam menga shundoq kuch-quvvat bersa-chu, agar Xudo o'zi senga shundoq qudrat ato qilsa, u chaqda sen dunyoning chetiga berib to'xtaysan." "Dunyoning cheti?" hayron bo'ldi supurga. "Dunyoning cheti bo'lamdi?" "Cheti bo'ladi. Xuddi sen o'gziga chiqsang, uning to'rt atrofida cheti bo'lganga o'xshash. Dunyoning chetiga yetib borgandan keyin yana nima ko'rinadi? Xuddi sen kechasi ko'rganga o'xshash cheksiz qorong'ulik va yana sonsiz yulduzlarni ko'rasan." "Cheksiz qorong'ulik dedilmi?" "Shundoq. Muqaddas kitoblarda yozilishicha, biz yashab turgan bu zaminni poyonsiz suv o'rab turadi." Mundaq gaplar supurgining balaliq tasavvurini texmi jonlantirib o'tadi. Uning madrasining ashu egiz 4 temining iskanjisidan Vangchongliq shaharning qistonchiliklaridan qutulib, safar xaltasini o'shnisiga tashlab, yiroqlarga safar qilg'usi, olamning chetiga yetib berib, uningmi nerisida nimalar borligini o'z ko'zi bilan ko'rgisi keladi. Otasi o'lib ketgandan keyin supurga otasidan qolgan mol-mulk, katta bog'liq, ishkiri tashqiri qo'rularni ayol qarindoshlariga miros haqqi qilib, o'lashtirib beribdi. U ayvonliq qo'rular shuncha keng va hashamatlik bo'lsa-mu, supurgining tasavvuridagi dunyodan yana ko'p kichik edi. Uning tomirida 4 tom ichiga band bo'lib yashashni zulm biladigan boshqacha bir qon o'rkashlaydi. Supurgi otasidan qolgan dunyolarni ojiz qarindoshlariga berib tugatgandan keyin o'zini xilili yeniklab qolgandek his qildi. Shu kundan boshlab u o'zining orzu qilgan sayyohlik turmushini boshlabdi. Mana shuningdan boshlab hozirgacha u biror joyda ko'p bo'lsa 1 yildan o'shiq turib baqqan emas. U cho'llarni, cheksiz qumliqlarni aylanib, shu qumliqlar atrofiga yulduzdek tarqalgan shahar yezilarni birmu-bir kezatdi. Eshigining beshini qandoqdir bir bozorga burab, eshakning ustidagi xurjunning 2 ko'zini yip-yingna choy tuz degandek cho'l odamlarga keraklik mollar bilan to'ldirib, yana qandoqdir bir bozor yoki yo'lda uchirgan mahallalarda ozg'ina foydasiga setib pul qilib safarini davomli qilaveradi. U qancha qitim cho'l qaroqchilarining bulang talongiga uchrab, jinidan ayrilg'ili tasli qoldi. Yana qancha qitim u shundoq qaroqchilarning o'zi bilan ham suhbat bo'lib,
qonalg'ularda billa tunidi. Ba'zida uningga qimavozlar tavkalarining yinida tomosha ko'rishga va ba'zida gulxon yinida yetib qandoqdir bir tavakkülchilar jahonkazilarning sirliq olam, hayot, turmush to'g'risidagi qiziqarli paranglarini anglashga to'g'ri keladi. Bir qatim supurgi o'qishmayla odam o'ltirish xumori bor bir talvining uyida kechini o'tkazdi. Tog'dak yo'g'on basti bor. Meydisini otning yaylisidek qop-qora tuk qoplagan bu odamning ko'zlari o't bo'lib yenib kishiga tikilatdi. U kechich supurgiga o'zi o'ltirgan erlar, ayollar, bolalarning soni, ularning o'lim oldida qandoq tepirlab chirqirashganlari, oqqan qon, ichinishliq nola, chachirab chiqqan ko'zlar to'g'risida zo'xlanib so'zlab chiqdi. So'z orasida u oridak yo'g'on qo'llarini supurgiga shiltib, "Xab, sen menga bugun mehmon bo'lib qolding-da. Bo'lmasa bu kechisining qanday holati jon berganingni ko'rib, huzurlangan bo'latdim," deb askartib qo'yatdi. Bu qon ishkurning qarashicha, odam barliq jinoyat va buzg'unchilikning manbasimish. Allah yaratgan bu keng olamning pokligini qo'g'dab qilish uchun u dunyodagi hamma odamni, jumladan eng oxirida o'zini bo'g'ib o'ldirishni qaror qilganmish. Supurga kirpik qaqmay, vahima ichida tongni otqizdi. Qo'rqinchliqida u heliqi talviga qandoqdir bir shiltsa, necha yuz gaz uzraydigan, yana bir shiltiganda qisqirab g'ilopiga tushadigan qilish haqida xiyoliga kelganini so'zlaydi. "Sen mushundoq qilishni rostini ko'rmaganmi? U to'g'risida anglabmi boqmaganmi?" "Tova," deydi supurga. "Men nimishqa shu qilishdan birini sana akelmadim-a? U chog'da sen odamlarni mundoq bir-birlab bo'g'ib avor bo'lmayding. Heliq shamsharni bir shiltsangla yuzlab odamning beshi olding'ili do'mbilab tushgan bo'ladi. Sen meni aldavatsan-ku deyman," deb supurgining gapiga bir ishinib, bir ishonmay so'raydi heliq talva. "Dunyoda nadimi undoq qilish bo'lsin? Bo'lgan bo'lsa, men nimishqa shu chaqqicha u to'g'risida hech nima anglamadim. Bizning anglaganlarimizdan anglamaganlarimiz, ko'rganlarimizdan ko'rmaganlarimiz to'la. To'xta, shu topda men u qilishni zodi nada ko'rganligimni aslayolmayapman. Ammo sana va'da beraman. Yana bir qatim bu yerdan o'tganda shundoq qilishdan birini cho'qim og'ash kelaman." Shundoq va'dalar bilan supurga hiliqi vahimalik makondan oran qutulib chiqdi. U ba'zida to'limi yiroqlab, naq o'rkashlab turgan dengizning o'ziga yoki yot bir mamlakatlarning chegiralariga berib taqishib qoladi. Mundaq chog'larda supurga ko'kda qanot qiqib, erkin parvoz qilib ketayotgan qushlarga qarab havas qiladi. Xudoyim yenik pay bilan ikki qanot ato qilgan bu jonivorlarni dengiz, okean, hech bir podshohlikning chegirasi to'sib qola olmaydi. Supurgining o'zi va eshigi bo'lsa, mundoq uchishni bilmaydi. Heliqi hurmatli ustoz to'g'ri aytgan ekan. Odam rostdanla yerib qoladi ekan. Ba'zida supurgiga horg'inlik yetib qoladi. Yot yurtlarning yo'llarida, notunish bir sohibxonaning dasturxonida va yoki qandoqdir bir yo'lovchilar yoqqan gulxonning yonida mugdab o'ltirib, u o'zining yurtini, o'z yurtidagi beg'am, xushchaqchaq odamlarni aslab qoladi-da, orqasiga yanatdi. Uchishni bilmasimi, o'z eshigidan supurga to'limi minnatdor edi. Eshigi bilan uning o'ttirsida alohida bir do'stlik mavjud edi. Jahondagi minglagan eshaklardan ko'rinishda hech qanday farqi bo'lmagan bu oddiy eshakka nuqta silish o'shiqchi edi. Supurga tayoq bilan beshini burab qo'ysalar, eshigi o'zining qayoqqa menish kerakligini tushunib bo'ladi. Supurga eshakka eg'ir yuk ortganda so'zsiz o'zi piyoda mang'atdi. Mang'andimi eshakning orqasida emas, oldida mang'atdi. Eshakning orqasida uning tuyoqlaridan ko'tarilgan chang'i ko'milib menishni u o'ziga haqorat deb biladi. Bo'z eshak yetilib olmasimi, egisining orqasidan qolmay agishib ketaveradi. Supurgining kiyim-kechaklaridan kelayotgan tar aralash puroq uningga yaxshi tonish edi. Supurgi ba'zida uzun safar ustida muhtojlikqa tushib qolib,
hech iloj qilolmaganda o'zining bu sodiq eshigini setivitishgimi majbur bo'ladi. Mundaq chog'larda u eshigini agashtirib berib, pulliq karvon boshlari yoki kazzob savdogarlar bilan savdolashadi. Albatta, eshigini hargizmo arziniga berib atmaydi. Bu ajoyib maxluqdan bir soatga bo'lsa-mu ayrilish o'ziga qanchalik azob ekanligini bilgachga, eshigini jahondagi barliq chiroyli so'zlar bilan maqtab baho talashadi. Eshigini setib, bozorning dongliq oshxonalaridan biriga kirib, tayyorlab o'ltirib, qo'rsaqni obdan to'qlaydi. Oshqon pulni balvoqqa mahkam tugib, o'zi tushgan danga qaytib keladi-da, dangjoning ochiq damlab bergan chayini ichib, o'ltirib harduq oladi. 1-2 kun o'tmayla, tun yerimida yoki tong saharda uning eshigi eshik oldida paydo bo'ladi. Chunki hech kim bu eshakni supurgidek qidirlashni bilmaydi. Boshqalarning nazarida u faqat oddiy bir eshakli edi. Ular uni xolig'inicha dombalaydi yoki yukni bo'lishiga ortib, dunyodagi eng sesiq gaplar bilan haqoratlaydi. Supurgish uchun bo'lsa, bu eshak sodiq hamroh, ishonchli do'st edi. Eshak qaytib kelishi bilanla uning bosh ko'zini silab, oldiga kepaklik halab yoki sap qo'noq to'katdi-da, biror soatdan keyinla supurgi yana heliqi dangdan g'oyib bo'lib, yangi safarni boshlaydi. Har bir safar uningga yangi ta'sirotlarni baxsh etadi. Har bir yangi safarda uningga yangi mo'jizalar uchraydi. O'z yo'lida u yana yangi hamsafarlar bilan uchrashib, ulardan yangi hikoyalarni anglaydi.